Normal toqa chidolmayman. Normal toqa chidolmayman. O'g'lingiz birinchi o'rinda sog'lig'i haqida aytmoqchiman. Men oshnasi bo'lib turib, ketini ochaman hozir qarab ishlaymi? Birinchi o'rinda ichyapti. Ikkinchi o'rinda chekyapti. Voy tavba qildim. Uchinchi o'rinda nos tortib trivadon qilyapti. Voy o'raydim men. Qani siz shunaqa ishlar qilsizmi? Beriga dolma. To'xta. Dada, men ichkariga kirib turay. Shoshma o'g'ayning kelyapti. Assalomu alaykum tog'a. Assalomu alaykum tog'a, bitta gapni aytaman deyapman. Tilim sepidan chiqib ketay deyapti. Ayt o'g'lim, yangi yil kuni o'g'lingiz fonus uchirgan, birovni tomiga tushib yonib ketgan. Hozir kabeshda yig'lab o'tib ketdi bechara. Voy o'g'ling men. O'g'lingiz telefonini olib bersiz, men o'g'lingizni qanaqa behayolligini isbotlab bermasam. Telefonni olib kel. Telefon mana telefon. Google tarixiga kiramiz, meni qarang. Meni qarang. Adib Brozersning qisqa hikoyalarini ko'radi. Nima edi bu? Voy o'g'ling men. Sen qo'yog'ini kaltayishi sababi bor. Sen do'stlarga sotqinlik qilgansan. Sen menga Instagramda video tashlading. Oshna mana uni ko'rgan, vahshiy kulgili ekan dedim. Ha, tupoy, men senga 5 minut avval o'sha videoni tashlagan edim. Sen ko'rmagansan. Endi men seni ambulatoriyaga admin qilaman. To'g'ri chekyapti. Mo'l qarang, chekyapti. Dada, kubik oldim. Ya mana desa o'ltay. Nimadan yetdingiz buni? Prosta sotib oldim. Bo'pti, uyga kir, jim o'tirgan olma, men ishga ketolma. Dada, siz bilan ishga boray, mashina minishni o'rgatib ketasiz. Yo, mumkin sen uyda o'tir, olma. Boray. Yo'q, hayır. Boray. O'tirma. Sekin. Sekin o'g'iltoy, sekin. Ya dada, to'g'rimizdan mashina kelyaptimi? Voy, stress ko'pirsin, to'xta. Dada, shuncha yosh bolaga boshini berib bo'lmaydi-da. Poqimga o'tirib olding, bo'lmasa aqllichilik qilib. Seversin, onani seversin. Dada, emas, sonsalar 3 burchak emas. Bunday dumalab. Sen kuymading. Solsada mejigar nima qilyapti? Dada, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Kim somsani yarimta tishlab ketdi? Ha, o'g'lingiz-da? Aka, men dadam Jizzaxdagi tandirchada ishlaydi. Somsalari shirin, 3 xil somsa yopadi. Jizzax shaharga dastavka tekin. To'y va marosimlarga ham somsalar yetkazib berishadi. Siz dadangiz unaqa emas. Voy, bolam tirikmisan? Dada, bitta somsa qolib ketibdi. Rostmi, hammasi tug'ma, kayfiyat qochiradi, orqangdagi grija. Masham 1 soat turasiz. Keyingisi kim ekan? Sizda nima kasallik? Tomog'im og'riyapti. Ha, tomog'ingiz og'riyapti. Ovoz oching. Nima qildingiz? Qo'yag'i surtib qo'ydim. Ovozingiz ochilib ketadi. Endi muzikalar chiqarib yuborasiz. Qani, Jackson. Indirjet nima bo'lyapti? O'g'iltoy ko'p sigara chekib qo'yapti. Ko'p chekyaptimi? Somsaxonaga sovuq qilaman hozir, yurma yoqqa. Ko'ryapsizmi? O'pkasini qurum bosganda chekaverib. Hali pechkani trubasini qoqsa chiqadi-yu. Yana chekasanmi? Yana cheksangiz skriptiga sim qilaman o'ma. Siz qayog'ingiz og'riyapti? Mayog'im og'riyapti. Qayog'ingiz? Mayog'im. Ha, mayog'ingiz qayog'ingiz? Ha, gemar o'yman demaysiz. Hamma oldi ichartimi? Ya, hamma keldi. Hamma giyoh tayyorlab qo'yamiz, bemorlarni klizma qilamiz. Kim bu pushtipan teri? Shuda menga azob berayotgan. Haligi silab davolayotgan ekansiz. Ya, men sizni qayeringizni silayman? Ha, ichkilikdan, sovuqdan, achchiqdan asrasangiz bu qo'zg'amaydi jonivor. Ha, qo'zg'ayotibdi, kuchlisi ekan. Voy, taksida ham o'tira olmayman. Ha, o'tiravering, tog'a. Ma'mur o'tkazganni qo'ymayapti-da, qiynab tashadi. Bitada yo'qotaman. Meni Ali Tabibinskiy deyshadi. Ishonmasangiz ishib keting, chuqurchaga tushib keting. Hozir dori nomini aytaman, tay bilan qirilib ketadi. Fulibodiya 600. Вот это поворот. Voy, yo'qoldi. Voy masa. Bo'ldi, hijolat qilib o'tirib turavermang. Ustoz, oyog'ini osmonda osib qo'ygan bo'lasiz. Miyasi bilan yerga tushdi. Qo'yag'i surtib qo'ylar, yaxshi o'tib ketadi. To'roningdan qo'yag'ilar soat 3 bo'lyapti, nahorga osh kulgi yeymiz. O'zi 2 da uxladik-ku, dada. Bir kunlik to'y o'tadi, ketadi.
Qizing turdimi? Ha, 2da salonga ketdi. 8da qaytadi. Yo'nbay, 8 gacha bo'yanar ekanmi? Qulog'imni sochim bilan bekitib yurganman-da, bugun to'yim, endi nima qilaman? Xavotirlanmang, Salim. Men professional bo'lib ketganman. Qulog'ingizni super kala bilan yopishtirib qo'yamiz. Hamma shu striylar choyxonachi bo'lgan. Aytda chollarga osh kirganda qoshiq kirmagan. Tezlash qo'y yag'lar. Ha, dadasi chaqirdingizmi? Men senga necha marta aytganman, ukangni skladga qo'ymaylik deb. Etta bilan ichib olibdi. To'la qulluq bo'lsin. Rahmat. Mana qara to'yni ish uchta endi. Anchaga tushdi, ana mebel bilan kiyim-kechakka ancha ketib qoldi. 30 ta qog'oz ketdi. Voy, namuncha arzonroqqa bitirsa bo'lardi-yu. Qanaqa qilib? Mana mumkin degan ilova bor. Play Market yoki App Store'dan skachas qilib olasan. Bundanchi bilasanmi, katta skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi. Hey, kiyim-kechak deysanmi, mebel deysanmi, bitovoy texnika deysanmi, katta nima mahsulotga skidga bo'lgan bo'lsa, hammasini ko'rsatadi, tushundingmi? To'yin ham arzonga bitardi. Qo'shnim bo'lib turib, to'y kuni aytasanmi? Qo'yag'i? Sendaqa qo'shnim. Amin. Avullama. Borgan joyingda toshdek qol qizim. Qo'shganing bilan qo'sha qariga. Nima bo'ldi? Super klip qo'yib bordi. Biz o'zbeklar replarimiz. Rep bo'lmasak ham sheplarimiz. Opa yarim kechasi sut qo'tordi, nima qilyapti? Qabriston mahallaga tashab qo'ying, tomog'im o'g'ilib qolgan. O'tiring, xola, o'tiring. Assalomu alaykum, xola. Va alaykum assalom. Rushnoy tushirmabman. Bismillahirrohmanirrohim. Haqiqat ishlayman. Jon opa, iltimos tushun, men yo'nalishim o'zgarib qoldi. Men boshqa taraf bilan ketadigan olib qoldim. Ukam mahallamga olib borib qo'ying. Tushing opa, iltimos tushing. Tushing. Jon opa, meni nimaga qo'rqitoryapsiz? Atalam chiqib qoldi, mendan nima xohlaysiz? Befarosat buni eshigi etagimda qisib qoldi. To'xta desam, to'xtamaysan. Mahallani obodonchiligiga qarash qo'yyag'lar. Hay, shuni ham ayam tagiga qo'yasizlarmi? Yedilar meni. Nima bo'lgan? Yutdigan. Hey! Futbol desa jonlaringni berib yuborasanlar-a? O'sha qo'lini uyingga ikkita non ko'tarib kirami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Mbappe ukam soqatibdi deb ko'tingga gamaja berami? Yo'q. Ma bo'lmasa, o'sha Husanov senga yordam qiladi? Ha, sindoshim bo'lgan, doim yordam berib kelgan. Ma bo'lmasa, Sol bo'lmasa, fiskal Barsa davay. Ha, Andardagi Psimansani ko'chasidagi ankaloggan ro'parasida Dennis mebelga keldim. Ha, endi uylangim keldi-da. Qallama menga kelmasang bo'lmaydi, uylanib yoradigan mebellar bor ekan. Ha, qo'yag'i texnikalarni chet eldan olib kirishar ekan. Dermesda hamma mebellarga 30% gacha chegirma ketyapti-ku. Dermesning mebellarichi Turkiyaning mebellari bilanchi adin-madin solishib ham qo'yaverar ekan. Uyingga olib borib o'rnatib ham berishar ekan. Hozir o'taman qo'yag'i. Ha, uylanaman deb mebel ko'rgani keldim. Hozir qaytayapman, bo'pti. Boshqamizga yozsam balam. Ya, bo'lmaydi. Ma uka, shu orqada o'tkazib o'tir. Kallangga qo'yag'i. Karantinda ishsiz qoldim va shu natijaga erishdim. Tortma qulog'imdan. Voy dadasi, bolalarni bog'chaga beringlar, qiynalib ketgandir siz-a? Bog'chaga? Bolalarni olib ketinglar, bog'chani yopmoqchiman. Bolalarni dadamga olib boramizmi? Ya, assalomu alaykum qaynota. Uyda bo'lmayman degandim-ku. Qo'yag'iga o'xshab o'tiraverasiz, nevaralaringizni o'ynatay demaysiz. Bolajonlar, bobongiz sizni juda sog'inibdi. Yelkam armaturasi chiqib qoldi.
Adajon, bolaga ozgina qarab turing, charchab ketdi, ozgina aylanib kelaylik. Qachon kelasizlar? Bularni qanaqa qilmayman. Xavotir olmang qaynota, mana Jannat Ubi, App Store hamda Play Marketdan yuklab olsangiz bo'ladi. Bolalar uchun dasturlar ham bor. Shoshmay bola xos kelaman. Mana qara bittasi o'yin o'ynayman deb qolsa nima qilaman? Voy, video ko'rib o'tirgan joyingizda telefonni qulflasangiz ham musiqasi eshitilib turaveradi. Agar o'yin o'ynab o'tirgan joyingizda ham musiqasi eshitilib turaveradi. Eng zo'richi, hech qanaqa reklamalasiz. Men sizga. Buni sizlar bormi? O'zim bilmayman. Rahmat. Qutuldik-a. Nima? Houston, biz oyga yetib keldik. Sizlarni birinchilardan bo'lib oyga qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Biz buni uddaladik. Ha! Amerikaliklar doim birinchi. Menimcha biz birinchi emasmiz-u. Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga sovus qilaman ona. Chapillamay, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, Shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biz birinchimizmi desam, o'zbeklar oshib o'tiribdi. Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akani qo'liga suv qo'y. Qara, o'taveramiz-a. Assalomu alaykum. Aka bobodan dodsiz yo'qmi? Sigaret bor. Rais bu haqida bilib qoladi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bor mollar tayin tozala. Yuring aka, keling. Va akalaringiz skafandrini teshib qo'yishmagin, o'lib qolmasin. Qo'yil lekin biz yillar davomida bu yoqqacha tayinlanib keldik. Siz qalaqib kelib qoldingiz. Bir kun qovun paykalda yotuvdim. Uchanlik kopcha shunday uchib keldi-da, ichidan yangen tushib kelyapti-yu. Yurak bitada urdi-da, shundan beri oydan. Yelkalarda oldida jittillama, rashqim yomon. Bor ichkariga kirib o'tir. Davay. Chanqagandir siz, yuring suv bering. Mana, Klavisni yangi chiqqani. Moviy malinali ta'mi. Ha endi oshirib yuborasiz. Oyda to'kini baqsa, xaladini qanaqa ishlayapti? Becharani bir marta chaqmoq urdi, shundan keyin o'zidan to'y chiqaradigan bo'lib qolgan. Mehmon, qani suvlardan olingchi. Bu moviy malini Amerikada yetishtirib chiqariladi. Ay, Amerikacha tam. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Ana. Oyda ham trenddada u. Mehmon, siz icholmaysiz, skafandringiz bor. Keling, yechib qo'yaman. Qima, immuniteti past bolalarga o'xshab. Nafas olaver, bet havosi tashkandagi bilan bir xil. Ha, Komil. Yes. Voy, dadasi kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Endi ammasiniki ketyapman. Komil yerini haydab bering. Qishda balo bormi yer haydab? Qor yog'maganiga Komil karam ekaman deyapti. Haydab ber yerimni deyapti. Juppa-jup qilib bor, o'tir ko'zing bilan o'yla. Poponam hozir kelaman. To'cha sharmanda qilma. Yer haydasang, kuz hayda. Kuz haydamasang 31-dekabr kuni hayda. Ye. Qo'yag'im chiqib qoladi. Jon opa, mendan nima xohlaysiz? Atalam chiqib qoldi, meni qo'rqitmang. Ya qanaqa opa, xotiningizman, sizga ovqat olib keldi. Ko'zing go'lamay o'lgan, basharangga nima surib olding? Ertaga dugonalarim bilan o'tirishimiz bor, shunga cho'rni maska qilib oldim. Bo'pti, ovqat olib kelishga olib kelsa, endi bitta ishdan ham olib kel. Bu ho'jay muzlayapti. Voy. Mavarayim tishlaymi nima bo'ldi? Xotinim Tayson so'radi. Taysonni fanat shekilli deb olib keldim. Xotin Tayson emas, Dyson so'ragan ekan. O'la, 56lar hech qachon xotinidan qo'rqmaydi. Ketsin nardaga. Narda kerak. Mana 2, mana 4. Onangdan kirib oplading senchi? Oz bola yangi so'z o'rganadi. Somsaxonaga sovus qilaman. Big'illadaman. O'zing yaxshimisan? Og'zing sasiyapti. Meni og'zim hech qachon sasimaydi. Mana jag'iga nima qilgan? Ertalabdan limonli xurmo yegan ekan. Mana buni ochib ber. 56 zo'rda, bitta chiqqan.
Sen biznes boshlading, nima bo'ldi? Buxgalter top, banka bor, u bilan shartnoma qil. Xullas, yugur ko'p ekan. 56-yilda qolib ketishdingmi? Sen zamonaviy bo'lishgan. Paynet ilovasida xolis degan funksiya bor. 10 daqiqada Face ID orqali biznes yatib otsang bo'ladi. Indirjit o'zing qara. Tinmay big'illataman bularni. Ro'yxatdan o'tish onlayn. Ro'yxatdan o'tganingdan keyin biznes hamyon ochiladi. To'lovlar 0% komissiya bilan qabul qilinadi. Undan tashqari har bir operatsiya uchun 0% cashback beradi. Soliqlar, hujjatlar barchasi avtomatlashtirilgan. Barchasini Paynet ilovasi o'zi yuritadi. 1-yanvardan yatib uchun soliqlar 1% bo'ladi. Xavotir olma, barcha ma'lumotlar va hujjatlar kabinetda saqlanadi. Voy, rasul uzoqliklar ekan, kirolmay yotibman. Ichlaringda bitta xotinni qo'ymaydigan men ekanman. Yurish biznikida o'tiramiz. Aniqmi? Aniq. Ayasi, jonim, sharminda qilmagin. Aldaysan-ku, Sardor. Xotiningdan qo'rqasan-ku. Kankillataman. Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin. Bunday beparosat xotin olamda yo'q. Dazmolla, mana uni ishga kech qolyapman. Mol. Romantika qilishni ham bilmaysiz. Tepanot, senga sovg'a bor. Romantika qilmoqchi shekilli. Bittadan quyosh chiqdi. Voy, bardachokni och. Bagajni och. Voy. Ashini ko'tarib uyga olib kel, xotin bilasanmi, belimda grija bor. Grijasi qursin, yashamaylikanda. Senga romantika kerakmidi? Sen bilan romantikani birini qilamiz, xotin. Titanikni ko'ramiz. Titanikda trenddagi suv Flavis bilan ko'ramiz. Ya'ni sen xohlagan ta'mi anorligi 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda bu xotin. O'zingizga olmadingizmi? Ha, kinoyini ko'r. Uka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xo'shotdan erim bilan birga o'tamizda. Internetlarda bitta video moda bo'lib ketdi-yu. Mana buni erimga berasiz-da, xotiningizga mana shu gullab bering degandek qilasiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Nima? Sen erkak kishi gul beryapsanmi? Voy, dadasi! Ha, senda qala ko'payib ketdi. Voy, dadasi, urmayman, beruvdim gulni. Nima? Sen hali erkak kishi gul beradigan bo'lib qoldingmi? Ha? Ya, kel. Alo. Alo, kuyov bola, ertalab soat 8 da mashinangizda meni bozorga olib kela olasizmi? Ha, bo'ldi, gazini quyib bersangiz borib kelaveraman. Dadangizga ham shunaqa deysizmi, kuyov bola? Ha, dada yasab olmang, qaynatansiz. Ha, bo'pti, mingillamay olib borib kelaman. Dada. Ha, kuyov bola? Ha, erta bilan bozorga borib keling deyapsiz, shunga keldim. Soat necha bo'ldi? 6 bo'ldi, kuyov bola, 8 ga deganman. Ha, bo'pti. Mashinada o'tirib turaman, 2 soat chiqarsiz. Soat 8 ga deganman, 10 ga kelyapti bu. Jinday kech qolganimga yomon xotinlarga o'xshab mingillayapsizmi? Ha, chiqing, uxlab qoppa. Yaxshimisiz, kuyov bola? Boring, tishingizni yuvib chiqing. Boring, yuvib chiqing, erta bilan guppa beryapti. Kuyov bola. Yuvib chiqing. Voy. Kuyov bola, mana shu qizni ovoraning suvda qolib ketibdi-da. Yo'q, dada, ola olmaymiz. Qizingiz o'ldiradi, menga tinchlik kerak. Jonon, suvda qolib ketibdi, shunday ovolaylik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, singlim? Yaxshi, rahmat. Ha, qaror berdi. Yaxshi yigit. Uylanganmisiz? Men bo'ydoqman. Tushing, mana o qiz tashlab kelay. Tushing deyapman, mana shunda kutib turing. Voy, mashinaning orqasidan o'yinchoq topib oldim. O'yinchoq ishlab chiqarasizmi? Ha, biznesmenman, andijonlik bola, to'yis ishlab chiqaraman. Bolachalarni xursand qilaylik deyman-da. Viloyatli dillerlarga aytaman, bozorlarga, do'konlarga tarqatib tashab, soqqani bosmaysanmi deyman. Pastda ham nomerlar qo'yib qo'ygan bo'lsang. Alo, xotin? O, dada ko'chada muzlab qopti. Dada?
Hech jahonda ham ayol kishi hurray otami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishtir, ertalab qilasan remontingni. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib qatga borib keldingiz. Enangni ammasi uyiga borib keldi. Ko'zingizlarni o'lmi? Kechasi bilan uyqu bermay chiqding, hurrak yotib, qilib. Birinchidan men hurray yotmayman. Ikkinchidan telefon bersangiz yotmayman. Ko'zingizlarni o'lgin, erkak kishi birinchi parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchda smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16 ming, yangi narxi 11 926 ming. Muxdalli! Uxlama hozir hammani qo'rqitib yuborasan hurrayim bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5 170 ming 900 ming edi, yangi narxi 4 343 ming 600 so'm. Voy! Samsung Galaxy A12 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2 373 ming, yangi narxi 1 989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi. Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1 947 ming 700 va hozirgi narxi 1 636 ming 100 so'm. Voy dada, shuni olaman. Voy sekro, onam kelganlar uxlayaptilar. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda. Ko'ra olmaslar ko'rib qo'ysin bunday go'zal olamda yo'q. Ering ham yo'q. 50 ga kiryapsan, yaqinda pensiya chiqasan, qizim. Nima, men sizga otiqchalik qilyapmanmi, ota? Men ham nevara o'ynatib, quchog'imda mana etagingga siyib qo'ysa bahramand bo'lib o'tirgim keladi-da. Meni ko'nglimni ola oladigan shahzodaga tegaman. Tanla bo'lmasa bittasini. Qirolim, turli mamlakatlarning shahzodalari malikaning qo'lini so'rab kirishdi. Chaqir qo'y yog'ini. Shahzodam. Birinchi shahzodamiz аккуратный bo'la, saxiy bo'ling. Yo'q, brat. Slishkim akkuratni. Slishkim аккуратный bo'la, saxiy bo'ling. O'zi keldi endi. Shahlo ko'zli malikam. Malikam, men sizga dunyodagi eng qimmat toshdan yasalgan uzun olib keldim. Yurmang. Bijteriya-ku Chorsuda sotiladi 5 tanga. Yo'q-am. Mayli, o'zingiz bilasiz. Nechta aloqadaman. Qizimga ko'zini qisganda, ko'zini qisinglar, jallod. Keyingi shahzoda otarchi Gritbey. Mandarinni po'chog'i, Muhabbatim o'chog'i. voy qirolim. Ey! Qizini so'rab keluvdim. Bobojon, menga uylanmoqchi bo'lgan o'g'lingiz qani? O'g'illarim uylantirib bo'ldim. Endi navbat o'zimga. O malikam. O belam. O'zi 5-6 oylik umringiz qolibdi. Yaxshisi uni barakali o'tkazing. Biyon bilan zangil qo'y. Navbatdagi shahzoda Ahror Bench. Bo'ldi, bor ekan. Ha, Ahror Kal. Malikam, sizga nima sovg'a qilishni rosa ko'p o'yladim. Bahon saroyning Muhabbat shahri loyihasidan 2 xonali xonadonga sayr qilishimiz uchun esa eko hudud. Xullas, ikkalamiz baxtli yashashimiz uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Men bilan ketishga rozimisiz? Roziman, faqat Chirchorsiga ketamiz. Boygi bijderiyani ham ketamiz. To'xta, qaro firibchi yo'qda. Uyda oylik to'lovini menga yozib ketibdi, nomard. Mashinada gaz ham, benzin ham tugabdi. Uka chiqyapsizmi? Mana podyezdingiz eshigini tagiga mana 1 metr qoldi. Chiqasiz, ketamiz, uka. Ha, aka, men eshikkacha belgilaganman-a? Ya uka, mashina zinapayaga sig'maydi, yo diq qilib chiqaymi? Yo ko'tarib olib tushaymi? Shu qo'yag'iga o'xshamasdan. O yangi klient onasiga gul olibdi-da. Ha, mujik. Har bir istagimning chorasini topgan menga to. Assalomu alaykum. Ketdi-ya. Voy, Dugosh 14-fevralga zo'r gul berdi. Daysin ham berdi. Yaqinda to'y. Bo'pti, Dugosh gaplashamiz. Amaki, xolasiz masaj qilib qo'yaman. Mashinani ham naskimi yo'la xotin kelach. Uka, kavlashib yuboraman, chiqmayapti shekilli-da, ha? Nima qilyapsiz? Qo'lingizni oling,
haldan beri bunningni kavlab kelyapsan. Miyeni sug'urib olmagin. Mashinada bunningni kavlab qo'ydi qo'ltig'i. Burr ambulatoriyaga olib minib qo'yaman. Normalli gapiring, kishi mashinadan. O'zingni bos, urush nimadan chiqibdi desa, burun kavlashdan chiqibdi deyishmasin. Seni ursam uyat bo'ladi. Hozir sen tentur ukam chaqiraman. Davay chaqiring. Ishongan ukangiz keldimi o'zi? Ha, jiyanim keldi. Ishtoningni ho'l qilib qo'ymasang bo'ldi. Burgut, bos. Bo'yda bo'lsang ham qiyin-da. Onangning villar uchaman desam ishonmadimi butun qishloq? Men uchaman! Men sizga necha marta aytdim, Araboyaga ucholmaysiz deb. O'zi uchadigan vaqtingiz ham kelib qolgan bo'lsa. Ha, jichcha shamol to'xtab qoldi-da. Ha, qo'y yog'iga o'xshaysiz. Bitta qiz topgan mashinaga sovchilikka borib kelaylik. Ha, yur. Kelaylik. Xo'p, sizda bir sumbul bor ekan. O'shanga eshigingiz shipirgani keldik. Erkak ish qiladigan ishni qilaylik. Big'illatib qolmay indamay o'tir. Sovchilikka keldik. Kuyov bola qayerda ishlaydi? Qayerda ishlashni bilmayman-ku. Bu onangning yerda miyasi zo'r ishlaydi ama. Uyalma, erkak kishisan. Uy-joyi bormi? Yaqinda Xonsaroydan Ramazon tuhfasi bo'lyapti. O'shanda har bitta loyiha uchun 25% chegirma bo'lyapti. Ana shu uydan bittasini big'illatib qo'ygan o'g'il. Maqtashmansiz, xudo kuyov bola juda farosatli. Farosati vij qilib turadi. Endi mol sotsa aybini aytib sot deyishadi. Qizim ozgina eshitmaydi. Napas olsa bo'ldi-da, to'g'ri, Araboy aka. O'zingni bos. Chaqiring chiqani ko'raylikchi. Qizim choy olib kel. Qizim. Aytdim, eshitmaydi deb. Ha, bo'l, tog'a qiynalmay, o'zim chaqiraman. Ko'zqan. Bosmang. Qani. To'xtang. Bitta ko'rib olaylik. Ha, so'rintaydi ekan. Mishiga yeb ketmasa, qarang. Assalomu alaykum, dada. Qayerdan kelyapsiz, oqsalanib? Ha, maktabdan bankomatga jo'natuvdi. Ha, lineyka bilan urishdimi? Ha, bizda ham bo'lgan. Sen tayyorlan, bitta ish bor senga. O'g'lim hozir kurashasan. Agar yutadigan bo'lsang, Xonsaroyda Ramazon loyihasidan boshlang'ich 30% to'la senga uyga beraman. Tushundingmi? Davay, qovoq qo'ying. Ha, davay. Menga qara Lutfulla. O'g'limni kurashda yutsa, mashq qo'yman-da. Ye, bu tovuq urishtirganda qilinarda. Bo'ldi, qo'rqma. Davay, so'zavonaga sous qil. Bolam cho'chimoqmi? Bos, taysa motivatsiya. Pingvin kabi bo'linglar, pingvin kabi. Pingvin ham toqqa qarab chiqib ketyapti. Mana des, bos. Bolam. Qo'ydi bering. Neyni immagar. Mana des to'cha, qo'ydi uyga bor. Menga qara Lutfulla. Ko'rganlar tortdi. O'g'lim sochini tortib uribdi. Unaqasi ketmaydi. Sochini yig'ishtirib chiqsin. Jang bo'lyapti bu yerda. Erkaklar jangi bo'lyapti. Sochini o'stirib chiqadi, tulkalarga o'xshab. Gazini bosinglar, ey. Nima deysan? Yo, men o'zimga o'zim chotki bosinglar. Qizlar ham vulkanizatsiyada ishlayaptimi deyman, dam solaman deydi. Rais buva, men blogerman-ku, trend tovaman. Shu blogerlarga maslahatim, qish bekarchilik kommentariy ko'payadi. Yaxshi narsa qilishga. Dam solguncha borib qozonga yog' solib, ovqat qil. Voy, ko'tarilmadi, o'qib qo'ydim 3 million. Yana onlayn qimor o'ynayapsanmi? Futbolga ham pul tikasan, basketbolga ham pul tikasan. Bittani ko'pkari bilan nozim eri xotin urushsa pul tikmayapsan xolos. Dadang senlarni baqaman deb itarilib yotibdi. Pul yo'qol qo'yog'i, ko'zimga ko'rinma. Bu mahallani obod qilguncha o'zim o'tib ketmasam bo'ldi-da. O'sha Rahimni bolasi dadasidan bekitib nos yashiryaptimi deyman-da. Orqasida militsiya ham kelyaptimi? Cho'ta nosga o'xshamayapti-ku. Komandir, nima bo'ldi? Bu bola giyohvandlik vositasi hamda psixodrop moddalarni sotayotganda qo'lga olindi. Bolam, qo'yib Men senga necha marta aytdim, Rahim bolani nazoratga ol dedim, pul topaman deb yuraverma, to'qlikka sho'xlik qilmasin dedim. Senga shu narsa kerakmidi bolam? Ota-onangni qara orqangdan yig'lab qoldi. Umringni ham xazon qilding. Qanchadan qancha odamlarni uyini ham kuydirgandirsan. Mahallani ham sharmanda qilding. Mahallani ham ampammani chiqib ketdi. Nechinchi yilsan? 2006. 2006? Nima sigaret chekyapsan? Ozgina muammolarim, problemalarim bor-edi. O'shani hal qilish uchun chekaman-da, rais bova. Mashina cheksa problema hal bo'ladimi? Qani? Meni ham problemalarim bor-da.
mahalla obod bo'lib ketdi. Kreditlarim to'landi. Qo'y yog'imda to'lanadi. Qo'y yog'imda problema hal bo'ladi.